5. Bab. Hananiya ismli yani bir odammu ayoli Sapra bilan bir parcha yerini sotdi. Hananiya bir qism pulni o'ziga qoldirdi. Oshqan pulni yerimizning hamma puli mushu deb elchilarga topshirdi. Ayolimi buningdan to'liq xabardor edi. Petrus uningga: "Hananiya, nemishqa qo'sg'onga shaytonni kirgizib, yer sotgan pulning bir qismini o'zingga qoldirish bilan muqaddas ruhga yolg'on aytding. Yer setilmaganda sening edi. Setilgandan keyin pulmu o'zingning. Shundaq turuqliq, yana nemishqa g'arazlik holda pulning hammasi mushu deb kelding. Sen insonlig'la emas, Xudog'imu yolg'on aytding" dedi. Hananiya bu so'zni anglagan hamon yiqilib jon uzdi. Bu ishni anglag'uchilar bak qo'qishib ketdi. Yoshlardan bir nechisi kirib, jasadni kepallab, sirtqa opirib dafn qildi. Taxminan 3 soatdan keyin Hananiyaning ayoli kirib keldi. Biroq u bo'lgan vaqadan texi xabar topmagan edi. Petrus uningdan: "Menga ayting, sizlar yer sotgan pulning hammasi mushumu?" deb so'radi. "Shundoq, hammasi shu" deb javob berdi u. Petrus: "Sizlar nima uchun muqaddas ruhni sinab til biriktirdinglar? Qarang, eringizni dabni qilib kelganlar ishik oldi turdi. Ular siznimi aketidi" dedi. U shu an Petrusning oldiga yiqilib jon berdi. Elqi yoshlar kirib, uning o'lganligini ko'rib, unimi elib berib, erining yeniga dafn qildi. Bütün e'tiqodchilar jamoatchiligini va bu ishni anglaganlarni qattiq qo'rqinch bosdi. Elchilar xalq ichida nurg'un mo'jiza va karomatlarni ko'rsatdi. Barliq e'tiqodchilar markaziy ibodatxonadagi Sulaymon peshoyvini doim jam bo'ladi. Kishilar ularni hurmatlisimi, biroq ularga qo'shilishga jur'at qila olmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, Rabbimiz Aysoga e'tiqod qilib, jamoatchilikka qo'shilgan ayollar bağan seri ko'paygidi. Yaratilgan mo'jizalar sababidan xalqlar kechal kishilarni ko'chalarga elib chiqib, ko'rpa va zambillarga yotqizib qo'yadi. Ular Petrus yo'ldan o'tganda kasallarga qo'lni takkizmismi, hech bo'lmaganda soyisi tushib, saqayib ketsin deb o'yladi. Ya'ni top kishilar Yerusalim yenidagi shahar yizlardan kasallarni va jin chopsıvagan kishilarni elib keladi. Ularning hammasi saqayib qaytishadi. Bosh ruhoniy va uning sheriklari, ya'ni shu yerlik Saduqiy diniy iqimdagilar elchilarni zodi ko'rolmaydi. Shunga ular elchilarni tutib, hukumat zindoniga qamadi. Lekin shu kecha Xudoning bir farishtasi zindonning qatmuqat darvozalarini ochib, elchilarni elib chiqib, ularga: "Sizlar markaziy ibodatxona hovlisiga kirib, jamoatga yangi hayot to'g'risidagi ta'limlarning hammasini aytinglar" deb buyurdi. Elchilar bu so'z bo'yicha tong otganda, markaziy ibodatxona hovlisiga kirib, kishilarga ta'lim berishga boshladi. Bosh ruhoniy va uning sheriklari elchilarni so'roq qilish uchun Isroilning barliq oqsoqollarini Oliy Kengashning umumiy yig'iniga chaqirdi. Ondan zindondagi elchilarni elib kelishga odam avatdi. Lekin ular zindonga yetib borganda, elchilarning u yerda yo'qligini bayqab, qaytib berib kengashmdagilarga: "Biz zindonga borsak, uning ishiga mahkam qulflar turibdi. Sirtida qarovullarmi saqlab turibdi. Lekin ishni ochib qarasak, ichida birmi odam yo'q" deb ma'lumot berdi. Markaziy ibodatxona qaravullarining boshlig'i va oliy ruhoniylar bu xabarni anglab, gangrab qilishdi. Endi bu ish qandoq bo'la deb o'z-o'zidan so'rashga boshladi. Dal shu chaqda bir kishi kirib: "Sizlar zindon tashlagan odamlar markaziy ibodatxona hovlisida jamoatga ta'lim beryapti-ku" deb xabar qildi. Buning bilan yelki qarovullar boshlig'i qo'l ostidagilarni boshlab berib, elchilarni elib keldi.
Biroq xalqning o'zlarini chalma kesak qilishdan qo'rqib, ularga zo'rliq ishlatmadi. Ular elchilarni elib kelgandan keyin ularni kengashma hayatlari oldida turg'izdi. Bosh ruhoniy ularning ustidan shikoyat qilishga boshlab, biz sizlarni Ayso haqida kishilarga ta'lim bermanglar deb qattiq cheklagan edik. Lekin sizlar yana shu ta'liminglarni butun Yerusalimga yoydinglar hamda Aysoning qon qarzini bizga ortmoqchi bo'lyapsizlar, dedi. Petrus va boshqa elchilar javob berib mundaq dedi. Biz insonga emas, Xudoga bo'ysunishimiz kerak. Sizlar Hazrati Aysoni kreskga mixlab o'ltirdinglar. Lekin ajdodlarimiz e'tiqod qilib kelgan Xudo uni tirildirdi. Xudo İsrail xalqining gunohlariga tavba qilib, kechirim erishish fursatiga ega bo'lish uchun Hazrati Aysoni yetakchi ham qutqizuvchi qilib o'zining o'ng yeniga o'ltirg'izdi. Biz bu ishlarning guvohchilari. Xudo o'ziga itoat qiluvchilarga ato qilgan muqaddas ruhmu bu ishlarni isbotlab berdi. Oliy kengash mahiyatlari bu so'zlarni anglab, intayin g'azablandi va elchilarni o'ltirmoqchi bo'lishdi. Lekin ularning orasida butun xalqning hurmatiga sozavar bo'lgan Parisi dini iqimidagi Gamaliyil ismli bir Tavrat ustozi bor edi. U o'rnidan turib, ularni birdam sirtqa chiqarib turinglar, deb buyurdi. Ondan u kengashma hayatlariga mundaq dedi. Ey İsraillar, sizlar bu kishilarni bir taraf qilishda ehtiyot qilinglar. O'tganda heliqi ablah Tavdos o'tirg'i chiqib, o'zini cho'ng tutib, vaqa chiqadi. Uningga taxminan 400 odam agashgan edi. Biroq u Rimliklar tarafidan o'ldirildi. Agashkuchilari tarqalib ketib, ishi yo'q chiqdi. Keyin nopus tizimlash vaqtida Galiliylik Yahudamu bosh ko'tarib chiqib, bir to'p kishini to'plab o'ziga agashtirgan. Umu o'ldirilib, agashkuchlarimi tarqitib etilgan. Endi bu kishilarga kelsak, meningcha eng yaxshisi ularni qo'yib beringlar. Ular bilan koringlar bo'lmasin. Agar ularning maqsadi va qilayotgani faqat insonning ishi bo'lsa, jazman mag'lub bo'ladi. Agar Xudodan bo'lsa, sizlar ularni yo'qotamaysizlar. Hatto o'zinglarni Xudoga qarshi o'ringa qo'ygan bo'lasizlar. Oliy kengashma Gamoyilning taklifini qabul qildi va elchilarni chaqirtib kirib, ularni qamchilatib, hargiz Hazrati Ayso to'g'riliq ta'lim bermaslikni buyurdi. Ondan ularni qo'yib berdi. Elchilar kengashmadan chiqib, Xudoning o'zlarini Hazrati Aysoning nomi uchun xo'rliq azobi chekishga loyiq ko'rganligidan intayin xursand bo'lishdi. Ular yanıla har kuni markaziy ibodatxona hovlisida va uylaridimi ta'lim berib, Hazrati Ayso qutqizg'uchi Masih tur deb to'xtamasdan xushxabar taqdim etdi.